Bir oy ichida qani men qancha pul yig'aman? Bunga juda ham qiziqdim va yo'lini topdim. Shaxsiy bankamni ochishga qaror qildim. Hozircha 2 litrlikdan boshlab turamiz. Kichkina bizneschamni katta biznesga aylantirganimda balki 3 litr, balki 5 litrlik bankadan foydalanamiz. O'zi 5 litrlik banka bormi? Bankamizni yaxshilab qopqog'ini yopib olamiz. Diqqat, bankamizni yaxshilab havo o'tmaydigan qilib yopishimiz kerak. Yana ichidagi pullar aynib otib yormasin. Pul sig'adigan darajada teshik ochamiz. Uni olish uchun o'zingizga umuman imkon qoldirmang. Axir bu jarayonda 1 kunmas, 2 kunmas, naqd 1 oylik sabr toqatimiz sinovdan o'tadi. Bu pullar 354 ming so'm. 4 ta asalli tortdan olgan foydam bu. Pullarimni bankaga solayotgan vaqtim shunchalar xursand bo'ldimki, bu narsani sizlarga so'z bilan yetkazib berishim juda qiyin. Hozir kunlar issiq bo'lganligi uchunmi, shirinliklarga talab unchalik kuchli emas. Shuning uchun oldindan 1 oy ichida qancha pul yig'ilishini aytib bo'lmaydi. Xudo xohlasa, uy ko'tarsak, ishlab topgan pullarimdan bitta ustun olish uchun ishlatmoqchiman. Har safar ustunni oldidan o'tib qaytganimizda dadasiga agar men bo'lmaganimda bu bo'larmidi, yo'qmidi deyishimga sabab bo'lish kerak-ku.